Давайте. Sizga o'zingiz Okey, hop. kattalar. Assalomu alaykum, qadrli YouTube ahli. Salomatmisizlar, charchamayapsizlar. Bugun bizda pilotniy, ya'ni boshlang'ich vyupuskimiz desa ham bo'ladi. Bizda show. Ga xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz emas. Ikkinchi kadrda men bo'laman do'stlar. Va bizni vyupuskimizni ochib berib turgan inson, hamma sevib, ardoqlab, o'zim ham rosa kuzataman, layklar bosib, xursand bo'lib, kommentlar yozib, sizlar ham shu ishni qilib turgan inson, Teacher Azam. Hammaga salom. Hormaylar, qalay bor. Bu yerda montajyor o'zi biladi nima qilish, effektlar qo'shib boshqalar. Rahmat taklif qilganingiz uchun, zo'r, maza. Hali ham kameradan oldin aytdim, kadrdan oldin, rekdan oldin, mayli. Bo'pti. Uchinchi so'z faqat to'g'ri, rekdan oldin. Shu ko'rsatuvlar birinchi pilotniy sonlari bo'lganda, birinchi endi ochilganda ko'pincha shu taklif qilishadi. O'zingiz boshlab berasiz. Ha, menga ham misol uchun bu sharaf, rahmat, yana bir bor mana shunday baxtga musharraf. Podkastning jo'ra bo'lgan ekansiz-da. Shunaqaroq. Hammaga birinchi bo'lib turadi. Uylanayotganda. Kuyov jo'ralik qilardim. Podkast jo'ralik qilib beryapsiz deb o'tdi. Da, podkast jo'ra, da, yaxshi. Bekorga Azam akani chaqirmadik bugun, chunki o'pitlari bu podkast temasida, ya'ni O'zbekistonda bo'layotgan hamma situatsiyadan xabardor odam deb bildik. Bizga ham qanaqadir yondashib, bizlar bilan ham suhbatda qiziq olib boradigan odam bo'lganlari uchun ham как личность o'shanga taklif qildik. Qiziqarli bo'ladi degan umiddamiz. Sekin boshladik bo'lmasa. Shoudan nima kutishi bilmay turganlar oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Xo'p, Teacher Azam kim o'zi? Kelinglar, uni cringe boshlagan mana shu blogerlikni boshlagan paytiga qaytamiz, yoshlik davridagi. Instagram mamna qilib ishlayman Arxivni ham ochamiz hozir. Bitta situatsiyalarga qaytib, tanishib olib, keyin dunyodagi kecha va o'tgan kuni bo'lgan kechadan oldingi kun, kechadan oldingi kunga qoldiringlar montajni qizni. bo'ldi, xo'p bo'ladi, bilishadi. Ko'rsatib yuboring, kimligini. Keling, o'tiring. Kechadan oldingi kungi yangiliklarni muhokama qilib. Okey. Говори. Kechadan oldingi kungi yangiliklarni muhokama qilamiz. Azam aka, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Siz uchun bu podkast juda ham zo'r podkast ekan, ya'ni show. Hamma chiqargan vyupuslaringizni bugun sekin bitta vyupuskka yig'ib, sekin ana qilar ekanmiz, bor-ku. Обсуждение qilar ekanmiz. Okey. Men bilan cringe narsalar deylar. Hozir xayol ketdi, nimalar, qayerda nima qiluvdim. Nimani atqabat qilgan ekan biladi-fa. Shunaqa. Kamchilik qilgan ekansiz. Hozir yilni ham aytaman sizga, даже 23-iyul 20-yil. 2020-yil. 2020 shu xatoni hozir to'g'rilab ketishingiz mumkin. Okey. Men bu rasmni qo'yib, bu yerda keyinroq ushbu rasm uchun izoh bo'ladi deb turib, aka 5 yilga aka sizni men kuzatganda ответственный, hamma qiladi, qilib yuradi, vaqtiga. Masalan, chaqirilsa dushanba kuni soat 16:00 dan 16:20 gacha men bu joyda bo'laman deb yurgan odamni bilardim. Delovoy odam. Punktualniy. Bu anaqani ko'rishni oldin. O'shanga aka hozir mana shansingiz bor. Yaxshi odamlar bilan turibsiz aka. Izoh qoldiraman deb. Izoh. Opисание ma'nosida. 5 yil bo'libdi aka. Endi yaxshi kundan esdalik, qadrdon do'stlar bilan deb yozib qoldirsa bo'ladi. Menimcha shunaqa, faqat u yozuvni menimcha izohini o'tga emas, rasm ustiga qo'ygan bo'lardim. Как раз qornimni bekitadi o'shanda. Qorin ko'ryapsizmi? Futbolka yopishib turibdi-ku. Ko'ryapsizmi? Bor ekan. Yanachi qorinnichi, qani avtoritetniy qorin bor. Keyin неприятныйsi bor. O'shanisi. Именно неприятный. O'sha payt bu. Masalan, неприятный manda ham. Qorada bekorga demadi. Avtoritetniy. To'g'ri tushuniladigan. Yana aka 2017-yil 23-dekabrda qo'ygan ekansiz aka. Turishimga qaranglar. Bularga qaytaman deb o'ylamadim. Yo'q, bunchalik chuqur yashasizlar deb o'ylamadim. Qachon bo'lgan aka? Bu 17-yil, o'shanda biz Ha, 17 oxiri kursdoshlarim bilan biz mesela kvartira olganmiz, ishlaymiz, loyiha qilamiz, proyektlar qilamiz deb.
proyektlar, loyihalar qilganmiz. Ha. Вот. Faqat ular dunyo yuzini ko'rmagan deydi. Chalg'ishlik ko'p bo'lgan. Bo'p Shunaqa. turadi, yoshli. Necha yosh bo'lgansiz shunda? 2017 bo'lsa, 23 yosh. 23 yosh. Ha, o'zi ancha katta bo'lib. Lekin bir narsani bilish kerak, hozirgi yoshlar 17-yildagi 23 yosh bu hozirgi 17 yoshlarga to'g'ri keladi. Qaytgan orqaga vaqt. Ha, yoshlar hozir juda tez katta bo'lyapti, juda shustri. Mana shu haqida ham bugun ancha anaqamiz bor, suhbatimiz bor. 22, 23, 24 yoshli bolalar har doim yugurdek bo'lib, misol uchun boramni olib kel, mana buni qilib kel. То есть butun sanoat yosh kattalar qo'lida edi. 30 dan yuqorilar qo'lida bo'lgan, 23-24 vasha patsallar hisoblangan. Hozir butun sanoat 24, 25, 26 bir 30 gachalarning qo'lida. Ularni уже misol uchun kimlar bilan ishlayapti mutaxassislik ham 17, 18, 19 yoshli bolalar. Kecha shuni sezib qoldim. SMM'ga olishimiz kerak deyapman-da. Tajribali bo'lsin, yosh kattaroq bo'lsin, 20 dan katta bo'lsin deyapman-da. 20 yosh katta hisoblanadi. Yosh katta уже mutaxassis-da bu SMMdan. Chunki 17-18 da bolalar hozir tog'larni ag'daraman deyapti. Ingliz tili kurslari, demak, oldin katta odamlar bo'lardi. Oldin. Hozir 17, 16 yoshlilar ham уже dars o'tishni boshlashyapti. Boshlayapti. Misol uchun oldin yaxshi ingliz tili ustozi deganda 28, 30, 35 yoshli o'qituvchi tushunilgan bo'lsa, hozir yaxshi ingliz tili o'qituvchi deganda 23-24 yoshli tushunilaveradi. Okey. Ko'p narsa yoshargan. Ko'p narsa yoshardi. Va yana bitta men to'g'risi uyqu ham bermadi bu. Bitta rasmingizni ko'rib qoldim va Okey. opisaniyasi уже bildingiz-a Ha, nimaligini? ko'rdim. Opisaniya yozib qo'yibdilar, teacher azam. Menga срочно yordam kerak edi. Prям hoziroq yordam kerak. Televizorda rakursi rasmga qaraganda tekstga o'xshayaptimi yoki yo'qmi deb savol beribdilar. To'g'ri parallelda tushyaptimi deb. Bu rostdan aka, agar bunaqa bo'lsa nimaga anaqa o'zini olmagansiz? Selfie qilib, Shunaqa. Двойной посылка ketganda, perfeksionistsiz. Yo, ja, perfeksionist. perfeksionist bo'lsa odam bunaqa rasmga tushmaydi aka. Chunki kadrda yarimlari yo'q. Endi millenniallar shunaqa maqtanchoqlik qilganda, tipa mani qaranglar mani deb Televizorim bor. Televizorim bor. Telefonim bor, rasmga Telefonim oladi. bor. Kartina bor uyda. Menga qaranglar, kiyimimga qaranglar deb mana shunaqa maqtanilgan endi o'sha paytlarda. 2019-yil. 2019-yil uchun bu norma bo'lgan. Ha, 19-yil uchun bu novatorство bo'lgan. Bu avangard bo'lgan 2019 uchun. 339 nedel nazar bo'lgan ekan. 339 hafta. Keyin hammani bilaman, shunaqa rasmi bo'ladi, o'zi zo'r chiqsa bo'ldi. Boshqa yon atrofdagilar farqi yo'q, ikki kishi bo'lsa ham-da, mana bu rasm shunga Bir misol. misol mana. Nimaga aka? Game over. Nega game over? Nimaga game over? Uylanganda do'st. Bo'ldimi, hayot yo'qmi? Xayrlashyaptilar. U o'zini ham xabari bor edi bu zadumkadan shunaqa game over bo'pti-de, rasmga tushamiz deganda mana shu. Bilishim bo'yicha yaqin do'stingiz. Ha, yaqin do'stim. Og'irlik bo'lgan xayrlashish. Shunday, Albatta albatta. post qilib qo'ygansiz. Klubimizdan chiqib ketyapti. Shunday, bo'ydoqlar klubidan. O'zi uylangansiz. Yo'q. Ha, to'g'ri. Yo'q, uylanmagan. Voy. Menga shok bo'ldi bu. Nega? Qanday odam 30 dan o'tib Eğicizim geldi. Güzel. ha, yo'q, mumkin. Uzr. Qayerga borsam shuni gapiraverman. Kunuz statistika chiqargan Toshkentda o'rtacha uylanish yoshi 27,5 debdi. Ya'ni o'rtasi 27,5. То есть 30, 32, no sal okey, no lekin voy, qanaqasiga emasdi. 46 bo'lsin, gaplashamiz. Juda erta emas, men ham 27 da uylandim. Juda kech. Namangan, Farg'ona, Vodiy uchun juda kech. Da. Chunki aka men o'qiganman-da. 8 yil o'qidim. Bu ham qutqarib qola olmaydi. Agar siz armiyaga borib, suvosti kemasida dunyo aylangan bo'lsangiz, tushunsa bo'ladi. 4 yillarga qaytadi endi Ilhom hozir. Atlantika okeanida bo'lsa, men tushunsa bo'ladi lekin. Endi menda ham bo'lgan, men voqli uylanish imkoniyati bo'lgan, 24-25 yoshda uylanish imkoniyati bo'lgan, lekin oyoqqa turib, o'zimni eplab, Keyin qarasangiz bo'ydoqli emas ekan. cho'zilib ketib qolgan. Shunaqa o'zi bo'ydoqlikni mazasini bilgandan keyin uylanib ketish qiyin. Shunday, bo'ydoqli mazasini bilib, komfortda bo'ydoq yashagandan keyin juda qiyin. Bo'lmasam birinchi savolga o'tadigan bo'lsak.
Menga ko'proq bu tematikamga anaqa yaqinroq, o'shaning uchun savol beraman. Rockstardan reklama olganingiz. Qorin ochdi-yu, nimadir yeylik. Ajoyib taklif. Unda mazali taom buyurtma beraylik. Qaysi iltib berish xizmatidan foydalansak yaxshi bo'lar ekan, ha? Shu ham muammomi? Axir buni yechimi oddiy-ku. Любой na zakaz qo'ring. Telefonim qotyapti. Ekrani ham kichkina. Quvvat ham uzoqqa yetmaydi. Sizga ekrani katta, quvvati uzoqqa yetadigan va qotmaydigan smartfon kerakmi? Ha, qanday smartfon va qayerdan olsa bo'ladi? Shu ham savolmi? Axir buning yechimi juda oddiy-ku. Shunchaki Malika bozoriga tushasizda, xohlagan smartfoningizni sotib olasiz. Ovqat buyurtma berdingizmi? Ha? Qayerdan? Telefondan? Film tomosha qilsak-chi? Yaxshi ideya. Anchadan beri erkak yig'lamasini ko'rmoqchi edim. Sportga stavkalar! Bu anaqa isitma chiqyapti, 40 gradus isitma anaqa bretlar ko'rasiz. Har xil. Ko'rdimda birinchi uni reklamasi ekanda dedimda, keyin shu o'tib ketdinglar. Keyin uni reklamasi unaqa. Uni desam unaqa. Keyin oxiri Rockstarga keldinglar aka. Qanday bu? Email keldi, ingliz tilida edi. Tushunishim bo'yicha bir nechta youtuberlarga ham borgan bu. Bir nechtasiga, lekin ingliz tilini bilmagani uchun yoki tushunmagani uchun ochmagan bo'lsa kerak. O'tkazib yuborishgan. O'qib tanishib chiqdim, shu uchrashuv belgilandi. GTA 6 promotioni bo'yicha. Keyin Kunduzini ham jalb qildim. Endi u bilan keyin ideya qildik, ular ham rozi bo'ldi kollaboratsiya anaqaga. Keyin shu o'zim anaqa adaptatsiya qilinadi, o'zbek xalqiga o'ziga moslab deyildi. Shu chotki qilib berdik, ularga yubordik. Ular endi o'zbekcha menimcha qanchalik yaxshi tushunib bilmadim, dinamikasiga qaradi, zo'r dedi. Approve deyishdi. Shu, chotka deyishdi. Kassani GTA pulini 6dan reklama olingan. Kassani ovozini tiqching qo'yib bersanglar bo'ladi. Nech pul berganini so'ramadinglar. Sekret deb o'yladim, o'shani so'ramoqchi edim. 57,000 AQSh dollari. That's right. Kammi? Kam aytibmanmi? Вообще kam, aka. O'zbekiston ular uchun Markaziy Osiyo uchun o'zining natsenkalari bor. Shunisi bor. U dunyo misol uchun million. Hozir prikol qilyapsizmi? 57,000 dollar deb yo 5700 emas. 5600. 5600 so'm bir kunda. Mana aka, baribir reklamachilar tezda berishadi-yu. Masalan, boshlanadi bunday suv bo'lsa, suv kadr tekis bo'lsin. Farqi yo'q, sen qanaqa ichasan, bunday qilasanmi, bundaymi yoki baribir krupniy kadrlar bo'lsin deysiz. Sizlar boshidan bir 1 minutda 40 sekund boshqa narsalar gapirib, oxiri 10 sekundda gapir deydilar. Yanaqa endi huk qilib turgan. Tezda bo'lganmi? Ushlab olish. Tezda faqat kollaboratsiyaga kimdir bilan ishlash bo'lgan. Ularning tavsiyasi bor edi o'zi. Dalai degan bloger bilan ishdi, Yayo degan bloger bilan. Ularni tanimadim. Keyin bilsam u Dalai Dilimi ekan, Yayo Jajovans ekan. Ular bilan keyin yo ishlaymiz deydi, Kunduzini o'zim tavsiya qilib, mana qo'rdik. Zo'r qilibsiz lekin. Ular boshi Instagramni ko'rib yozdi, keyin YouTube'ni ko'rgandan keyin okey bo'ldi. Aytasiz, bularga kim berar ekan reklama, kim berar ekan deysiz, ha? Shu emaillarni o'qib turish kerak. Yaqinda Nigeriyadan ham keldi. Katta meros yutyapman, 3 million dollarcha. Faqat boshida aplatasi bor, 50 ming dollarcha o'shani hozir o'tkazish jarayonida. Jarayonda, to'g'ri. Yurist bor, есть 15 yil oldin menga ham kelgan shunaqa xat. Men kimdirdi anaqasini kimdir bo'lib, jiyanidan anaqa qo'shnisi bilan so'rashib bo'lganim uchun menga 50 ming dollarni berishgan. 50 ming berishgan. Dollar berishgan. Berishmoqchi bo'lishgan. Olganmisiz? Yo, ham harom pullar kerak emas menga. Bu paytlar yaxshi ham, juda kichkina bo'lganman unda. Bu paytlar anaqa bizda kartalarga rivojlanmagandi. Unaqa to'lash ilojisi ham yo'q edi, nikak. Borib olib ketmoqchi bo'lganmisiz? Yo, kerak emas. Yo'q, bo'ldi, kerak emas. Men pulim yetarli bo'lgan deganman. Qanchadan qancha o'zbeklar merosxo'r bo'lyapti, qanchasi millioner bo'lib, qo'shnimiz ham o'tgan yil yutib olgandi. Vosh. Keyin aka, baribir o'zbek kinosiga, seriallariga siz yoshlikdan hissa qo'shib kelgan ekansiz. Juda bir gapga ham usta, oldindan yoshlikdan gapga usta bo'lgansiz, adashmasam. Endi bilmadim. Ezma dishardi meni, men shunga ishonib yashadim. Bitta video ko'rib qoldik. Qani kim aytadi? Uyqu bizga kerakmi? Zarurmi? Qani Jahongir? Uyqu bizga shuning uchun zarurki, u kun davomida yo'qotilgan energiyaning o'rnini qoplaydi. To'g'ri, ammo ba'zilar tunda uxlamaydilar yoki uxlaymaydi. Masalan, yangi kelinlar. Yangi kelinlar Aka, uxlamaydi. ssenariy bo'yicha ketilganmi yo siz improvizatsiya qilib 2010-yil agar siz improvizatsiya qilsangiz, shapat shunaqasini yerdingiz. yo'q. Ssenariyda bo'lgan, lekin men buni o'zimcha tushunganman, chunki men syujetni bilaman.
keyin boshqalardan endi ular ham ko'rishdi kulishdi-da. Keyin suhbat davomida tushundim, ular umuman boshqa narsani tushunibdi. Men ham shu boshqa narsa tushundim manimcha aka. Ha, umuman boshqa ssenariy bo'yicha mani kursdoshimmi, kursdoshim kelin bo'lib tushgan. Uyda rosa ko'p ishlatishadi. Ertalab 5 turib ko'cha supurtirishadi, boshqa qilishadi. 2025-yilga kelib turib, bu xabar boshqacha tus olgan. Вообще boshqa ma'no olganda, men uni ko'rib, voy, men oddiy hazilga shunaqa aktivmi dedim-da, men. Keyin bilsam, voобще boshqa narsa tushunishgan ekanda. Значит, 2010-yillar Beg'ubor. beg'ubor bo'lgan ekan. Umuman odamlar Tarbiya qora bo'lgan. rang Qora haqida yumurta bilmagan, manimcha bilmagan odamlar Shunaqa. rang-barang anaqa rozvoy ochkilarda. Shunaqa. Понятga bo'lmagan payt. Hech kim tushuntirish kerak bo'lmagan. Xo'p aka, в итоге oxiri katlaman qazildimi? Qatga. Kvadrati qanchadan bo'ldi? Anaqa shaxsga haqida gapirib o'tib ketibsiz. O чем речь? Tanka, qornivorda. Qachon? Mana отметка ham qilmasdan ketibsiz. Voy eslolmaysiz. Men ko'p gapiraman, lekin 8000 kvadrat metr joy bo'sh turibdi. Yangi biznes g'oya hamkorlar qidiryapman. 2000 ta xonadonga mo'ljallangan uy-joy kompleks qurilishi rejalashtirilgan. ba'zi xayolimda boshqa yo'q edi. Aka, rosa ko'p tanishlarim bor, Toshkentda uy olmoqchi. Kvadrati nechi pul? Qachon o'zi bitadi topshirish? Shunday. Siz shunday yaqin tanishingiz bo'lib turib, boshqa odamlar qidirib yuribsiz, investor. Rostdan ham. Pulni begona qolmani. Tizvanokiydi aka. Tizmanokiydi. Hali aka proyekt. Yaxshi. Hozir muzokaralar jarayonida hali ham. Hali ham, Ha. Daraxtlarni quritib bo'ldinglar уже. Daraxtlar qurish jarayoni. Jarayonida. Shunaqa. Biz уже 25-oktyabrda quridi deb xat tayyorlab qo'yib bo'lganmiz, tayyor. O'zini kelajak uchun yozib bo'ldik, turibdi kutib. Mana shu qurish bilan chiqadi u qog'oz bo'ldi. Necha yilda keyin Nima bitadimi? U necha yilda endi biz rejamiz bo'yicha bir 30-32-yillarga tugatishni rejalashtiryapmiz, lekin loyiha e'lon qilinganda tabiiyki 27-yilda topshiriladi deb chiqariladi endi. Lekin 32-yilda yil deyiladi. No 32-yilda o'ylayapsiz. Qanaqa bunaqa tez qurish anaqa planda unaqa tez topshirish. Endi men o'ylayman, baribir u turavergandan keyin shahar va anaqa ko'rkini buzadi, to'g'rimi? Boshqa bo'ladi. Shuning uchun men tugatib qo'ya qolaylik deyman. Shu bo'ldi. Shu tugatsa-yu qotsa, все, bo'ldi. O'sha paytda siz marketing Marketinglar kuchayib ketsam, o'zim bitta istoriya qo'yib bersam, uy berasiz. Shunday. Slogan ham tayyor. Odamlarga uy bermaymiz, umid beramiz. Vau. Tayson bilan hozir gaplashyapmiz. U aytayapti, "Oke, men Nari mahalladaman hozir, bo'tkacham. Ikkita uy olmoqchi emasman." Знаменитый мировой blogerlardan, ya'ni zvizdalardan kimlarni chaqirasizlar? Birinchi ro'yxatimizda bu Temur Tayson turibdi. Mike Taysonga biz chaqirib uy bermoqchimiz. O'zi xabar topsa bo'ldi. O'zi bilsa bo'ldi. Anaqa Jennifer Lopez bor. Balkonli joydan joy beramiz Jennifer Lopezga. Ertalab chiqib kofe ichganda hammaga ko'rinishi uchun bemalol odamlar ham, ular ham tongi boshqalar ham yaxshi kutib olaveradi. Jenniferga qarab. Hozir aktivniy postda Twitterda yozdi, mana Jekichan o'tgan hafta yozuvdi. Toshkentdan uy olmoqchiman deb. Как раз shu sizlar rayon taraflardan. Jeki bo'ldi, men o'zim telefon qilamiz. Chorshanba kunlari pokerga yig'ilib turamiz Jeki bilan. Meni ham qo'shib oling. Krugga. Iltimos. Men birinchi boladan keyin anaqa qiling, gapir. Uni kodlaring o'tgan zo'r tarqadi. Nareski. Men boladan insonlar zo'r bo'ladi sekin. Sekin dedi bo'ldi aka. Xursand bo'lardim. Qo'qqisdan bo'lmasin. Hamma odamda ham bo'ladi. No sizda prям явный ko'rdim. Turasiz ertalab depressiyada bir hech nima qilmagan odam, cho'kib turgan odam bo'ladi. Dunyodan xafa bo'lib shunaqa momentlar bo'lib turar ekan aka. Bitta явный пример mana ana o'zi boshlanishi anaqa charchab ketgan odamda nimaga aka? Izohlar ham ko'paydi. Nega siz endi nega emas u shu techirazam agar chiqsa, demak nimadir muammo bor, nimadir bir qanaqadir muammo yoki bir endi qora deydimi, qora xabar deydimi, biling, shunga o'xshagan deydi. Ana tushkun juda ham kayfiyatli narsalar chiqadi deydi. O'shandan keyin men sal pozitiv qo'shishga ham harakat qildim o'zi aslida. Pozitiv narsalar ham gapirishni boshladim. Qarasam pozitiv yo'qmas ekan. Yo'qmaydi odamlarga. Mani hattoki ayblashga ham tushdi. San deydi,
такой, короче, paxta qo'yyapsan, davlatga paxta qo'yyapsan, pul olyapsan san, o'shanga maqtayapsan deyishdi-da. Bunaqa qilsangiz ham yoqmaydi, bunaqa qilsa ham yoqmaydi. Lekin men o'zim uchun, lekin mana shunaqa bir направление oldim. Faqat yomonlash bilan bo'lmas ekan. Maqtash ham kerak ekan. Bu ham. Bizning kamchiligimiz bor, yutug'imiz ham bor. Ikkalasini ham gapirish kerak, chestni gapirish kerak shuning uchun. No, lekin odamlarga negativ ko'proq yoqadi, chunki nima deydi, muhokama qilgani yaxshiroqda negativ. Shunday. Buni ilmiy asosi ham bor ekan. Ingliz tili kitoblarimizda bo'lardimi? Shu keyin qayerdadir IELTS readingdanmi qilgandek, esimda yo'q. Odamlar negativ xabar ko'p o'qiydi. Endi birinchi navbatda tushunarliki emotsiya bo'ladi. Ya'ni negativ emotsiyalar o'tkirroq har doim. Ya'ni baxt tuyg'usidan ko'ra chuqur qayg'u o'tkirroq tuyg'u-da. U ko'proq seziladi. Mana shunaqada endi baribir. Ochlik misol uchun hissi juda ham o'tkir to'qlikdan ko'ra. Misol. Shunga o'xshagan narsa bor. Ikkinchisi bo'lsa, bizga yomon xabarlar doim tirik qolish uchun yordam bergani uchun umuman azaldan oldindan inson miyasi shunaqa ishlar ekan. Biz doim yomon xabarni qidiramiz. Buni chunki eslab qolishimiz kerak. Oldin odamlar o'sha shaharlar, boshqa bo'lmagan paytda, masalan, oila, qabila yashagan paytlarda ham tog' bor-ku deydi, masalan, daryoni oldi, o'sha tarafga borma, o'tda yo'lbars chiqqan, qarochi. Kecha ikkitasini yeb ketdi. Всё, kerak menga bu xabar. U yoqqa borsam o'laman. Yoki mana bu g'orda katta ilon chiqqan. Okey. Mama chakalezorda bu yeb ketdi. Yoki mama misol uchun kanuni o'ldirib qo'ydi. Bilishim kerak o'zimni himoyam uchun. Mana shu narsa bu miya o'zi shunaqa ishlaydi. Yomon xabar olishga majburmiz. Ayniqsa o'lim haqida bo'lsa kirib ketib qolamiz. Hamma so'raydi, nimadan o'ldi? Nimaga? Inson miyasi shunaqa. Manda takrorlanmasligi uchun men so'rayveraman, kim nimadan o'ldi? Miya harakat qilaveradi tirik qolish. Bu o'zi himoya. Shunaqa ekan. Doktorman aka. Nima yo'nalishda? Diagnostikaga o'qidim aka, ordinatura, magistratura. Magistraturani bitirdingizmi? To есть 6-7 yil o'qilardi adashmasam, bakalavr o'zi. Bakalavr 6 yil. O'qidingiz. Endi necha yil magistratura? Ordinatura bor, magistratura bor. Men ordinatura qildim 2 yil, magistratura 3 yil. Uni ham qildingiz? Yo'q, bittasini. 8 yil o'qidim o'pshi, o'tgan yili bitirdim aka. Siz diagnostikada olasiz, lekin adashmasam uni men bilardim, terapevt misol uchun umumiy bo'lishi mumkin. Sizda qanaqa terapevtmisiz shunda? Yo'q, men vrach-radiolog. Radiolog. Radiolog deyiladi. Tushunish uchun diagnostika dedim. Bu radiolog, ya'ni to'lqinlar bilan ishlaysiz, shu orqali diagnoz rengen, UZI, MRT, KT. Bizning krugda buni qassob deyishadi. Bo'ldi bu xavfsiz turavering, sizda o'zbekini qo'rg'oshinli shit orqasiga M8 qilasiz, deb turib olasiz. Siz turavering deb turib, men boshxonaga chiqib ketaman. Xonaning eshigini ham yopib, qimirlamay turing, nafas olmay turing. Umuman qo'rqmaydi. Hech nima qilmaydi. Boshxonada o'tiriladi aka. Endi sababi bor buni ham. Endi o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Endi tomoshabinlar prosta rostdan bilib olish uchun-da, odam agar patsient bo'lsa, bemor bo'lsa, 6 oyda, 8 oyda bir marta keladi. U doktor kuniga 30 ta bemor ko'rsa, u oldida tura olmaydi. Haddan tashqari ko'pligi zarar. 6 oyda, 8 oyda bir marta. Izlucheniyani normasi bor o'zi, shkala bo'yicha, o'shandan o'tib ketmasa. Nimaga qochib ketyapsiz deganlarga bu yengillik. Shunaqa. Lekin bir omadingiz kelib qolsa, lekin mish-mishlar bor, shunaqa afsonalar bor. Doktor kimlargadir bo'lib siz oldingizda men turib beraman deydi. Balki siz bo'lib qolarsiz. Kuting shuni. Kelarasiz o'zim turib beraman. Sarvar aka Karimovni Sevgi sharbati degan kinoda rol o'ynadingiz. Shunday. Qisqa shu haqida. Eshitgansan, ayollar qulog'i bilan erkaklar ko'zi bilan sevadi degan gap. Men yaratayotgan sharbat ichsang, dunyodagi любой ayol ovozini eshitib seni sevib qoladi. Sevgi sharbati. Nima? Come on! Qarab tur hali Zuhra Zaharovna. Mubtalo bo'ladi hali menga o'sha shahzoda. Kecha kelgumdur debon, ul sarvi gulru kelmadi. Bizga qilib dumlalikka keladigan bolalar yoqmaydi. Nimaga meni onam chiroyli tug'adi? Sarvar aka o'zim ustozim. Men ularda
O'sha aytgandimku, oldin 22-23 yoshda shogird bo'lib, yugurdik bo'lib yurilardi dedim-ku, endi hayotimdan ham olganman-da. Men o'zim 23-24 yoshlarimda Sarvar akaga umumiy assistent bo'lganman. Umumiy assistent bu nima? Bu zoomerlik hech qachon chidolmaydigan narsa, bilishingiz uchun. Ular zoomer shtobi umumiy assistent bo'lib ishlashi uchun yo'q deydi. O'shanaqa. Вот, zoomerlar zo'r. Men gap yo'q. Kuchli deb hisoblayman. Endi hazil orasida aytib ketdim. Shu Sarvar akada men bir necha yil umumiy assistent bo'lganman. Syomkalarda, hamma joyda men qatnashardim. Asosan shu aktyor kutib ol yoki men buni qilib ber, bor men buni gaplash. Oddiy narsalar bo'lishi mumkin. Rejissyor o'zi men Sarvar akam aytardilar, mana shunaqa. Men shogird bo'lib, syomka jarayonini ko'rib, nimadir o'rganardim. Shunaqa, shu bilan men doim o'zim ustozimni bilganman, hayotda ham ko'p javhalarda, boshqa narsalarda. Shu sababdan ham mana bu kino olayotganda endi biz endi bloger bo'ldik. Men Kunduzi bilan serialda ishlaganlar Sarvar aka. Aybsizda prodyuser bo'lganlar-da. Shu orqali tanish. O'shanga shunaqa bir zamonaviy bolalarning roli bo'lgan, epizodik rol. Lekin, misol uchun epizodik deganim o'tib ketmaydi. Faqat kinoni bitta joyida 2-3 minutda bo'ladigan voqeada ishtirok etadi, keyin boshqa chiqmaydi kinosida. Misol, endi bilmadim qanchalik bu spoiler, o'zi aytishim kerakmi yo'qmi, bilmadim. Уже chiqdi shekilli. Ya'ni kino premyera bo'ldi. Spoiler bermasa ham bo'ladi-da. Bizga просто в целом nima haqidaligi qiziq. Sevgi sharbati komediya. Albatta bu Sevgini sharbat haqida. Shunday, ko'ngilochar film. Ssenariy jihatdan, endi konsepti jihatdan deymiz, ssenariy emas. Ssenariyni men o'qimaganman. Konsepti jihatdan yengillik yo'q. Ya'ni tushunarli bu sevgi sharbati, ichirsa kimdir yaxshi ko'rib qoladi. Uni doim men tushunarli noto'g'ri odamga ichirib qo'yishi mumkin, keyin nimadir voqealar bo'ladi. Ha, bu tushunarli, muammo yo'q. Lekin o'zbek kinosi uchun juda ham muhim qadamlardan bittasi deb o'ylayman. Nimaga? Sarvar akam yaxshi kuchli rejissyor sifatida shunaqa janrda olyaptilarmi? Demak, bizga shunaqa janrda olish mumkin bo'lgan kanon kino kerak. Mana shunaqa, xalq bob, oilaviy, yoshlar bob, kassa bob. Komediya, melodrama komediyani qanaqa olish kerakligini ko'rsatib qo'yish kerak. O'sha kerak. Mana xuddi shunaqa janrda biz amerikanskiy kinolarni ko'rsak, mazah ko'ramiz-ku. Hech kim bu saviyasiz demaydi. Jim Kerriyning filmini ko'rib saviyasiz deymiz-ku. Bu o'z tushunarli Jim Kerriy bu o'z. Bo'ldi, biz mazah ko'ramiz. Lekin bizni ba'zi o'zbek filmlarini ko'rganda, birinchidan komediya g'alati, shunchaki ko'ngilochar, o'ylantirmaydi. Ikkinchidan saviyasiz ham. Hazillar o'zida ham dit yo'q. Ditsiz hazilda, misol. To'g'ri, juda yengil hazil. Umniy hazil yo'q-da, miya vijillamaydi, miya vijirlash kerak-da. Voy balin, mana olib ketishingiz kerak. Kelinlar uxlamaydi deganingizda shunaqa. Shuni, mana bilmadim. Mana yaqinda Liam Neeson bilan kino chiqdi, zo'r hazilda. O'sha nareskani o'zi tarqaldi-da. Rosa Amerika, Instagramda aylandi. Rus tiliga hali tarjima qilishmadi lekin. Lekin ingliz zabonida aylanib yuribtirasiz, o'shaning uchun biz o'zbek auditoriyasiga men aytib berib olib kirishi mumkin. Liam Neeson barga kiradi, politsiyskiy bo'ladi. Barman aytadi: "O" deydi, "Sen meni jiyanimni o'ldirgansan" deydi. "O, men hayotimda minglab odamni o'ldirganman" deydi. Yana killermi? Yo, komediya o'zi, politsiyskiy bo'ladi. Minglab odamlar hayotini o'ldirganman deydi. Yo, u pogonyada ishingda politsiyada bo'lganda, sen u 100 tacha odam deydi. Orqasidan o'tgansan desa, o 50 ta odam deydi. Voy bu. U jiyanim oq edi desa, Peter Davidson aytsanmi deydi. Bittada. Bitta dedi, bo'ldi. To есть orqasidan o'tgan 49 tasi minus bo'ldi. To'g'ri. Yaxshi. 2010-yillar yo'q odamlar bo'lgan. Shunaqa. Qaysi? 2010-yillar. Nimaga iqtibos edi bu? Chuqur anaqa hazil qildimi? Yo'q, men hozir o'ylanib qoldim. Chuqur hazillarni yaxshi ko'raman lekin. Ayni gapirdik-ku, 2010-yillar qora yumorlar. To'g'ri. Xuddi shunday. Ssenariyni o'qimadim do'st. Yo'q, albatta ssenariyni, men butun ssenariyni berishmaydi-ku kino. Ular epizodda chiqqanlar. O'zimni qismimni berishadi va konsepsiyani bilan. Tanishib bo'lmaydimi masalan, men bitta rol o'ynashimdan oldin qaysidir videoda, Instagramda bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham общий ssenariyni o'qiyman. Albatta. Kimman, kimni geroyini o'ynayapman va qanaqa intonatsiyada shu anaqasini o'ynashim kerak, bilishim kerak. Albatta. Endi bu to'g'ri, shunday. Lekin bu filmda meniki syujetga katta ta'sir qilmaydigan rol va butun ssenariy shart emasda, men bu umumiy konsepsiyani, ya'ni nima haqida, nima bo'ladi, nima voqealar, o'shani o'zi bo'ldi. Endi albatta bu tijoriy va ko'ngilochar film bo'lgani uchun
Men o'ylayman u yerda qanaqadir bir mani qadriyatimga to'g'ri kelmaydigan, siyosiy qarashlarimga to'g'ri kelmaydigan so'zlar bor deb o'ylayman. Misol uchun, Stalin bobomiz zo'r aka bo'lgan degan gap yo'q deyapti. Misol uchun, Stalinni maqtabsizlar, men tushmayman bu kinoda derdim bo'lmasam-da. Lekin menimcha unaqa so'zlar bo'lmasa kerak. Provokatsion joylari yo'q. Ha, shunday. Men bitta videongizni ko'rdim aka, sal xeyterlardan qo'rqar ekansiz. Shunaqa deb boshlab qani. e'tibor tortasizmi? Masalan, mana mashina yo'llari va piyodalar kesib o'tish yo'llari Toshkent shahrida yoki umumiy O'zbekistonda qanchalik qulay degan ma'noda siz bitta videongiz bor ekan, hozir siz qo'yib ham beraman. Bu videodan keyin meni ko'pchilik olib ko'rib qolish mumkin, lekin ko'rmasam bo'lmaydi. Ko'ring shu videoni. Shundingiz-a? Esingizmi? Videolar esingizda turadimi? Albatta esimda. Endi bu esimda hammasi turmaydi, bu yaqindagi video. Ha, yaqinda bo'lgan videoda ham ko'rdik. Ha. Mayli. Videoda heyterlarga sabab qoldirganmanmi? Yo'q. Chunki nima deydi, anaqa joydan ushlagansiz odamlar oxirida. Ha, albatta. Hech kim отрицать qila olmaydigan, to'g'ri deyishga majbur qilib qo'yibsiz odamni. Albatta. Endi lekin riskovanniy gap edi. Bu riskovanniy narsa, chunki bizni madaniyatda bu umuman chaqmachaqarli degan narsa bor. O'shaning uchun albatta men heyterlar bo'lishini bilardim. Boshidan aytishim kerak edi bu narsani va albatta keyin oxirida men iltimosim ham bor. Heyterlar yozganda shunaqa taassurot uyg'onadiki, bu xalqning fikri shu bo'ldi. Rostdan ham 99 ta odam 100 tadan 99 tasi bunga norozi ekan deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. 10 ta heyterdan 9 tasi yozadi, bu videoda ham aytganman. 10 ta pozitiv fikr degani 0.5 tasi yozadi. To есть 20 ta odamdan bitta. Yaxshi xabar kamroq tarqaladi, kim yomon xabarga qaraydi. Bu ham undan ham tashqari yaxshi fikr yozib o'tirmaydi odam. Negativ yozadi odam. Shunisi bor. Gap yo'q, zo'r deb like bosadi. Lekin norozi bo'lsa kirib yozadi. Bekorga ketishmaydi. Agar san haqingda yomon taassurot bo'lsa, hammaga tarqaladi. Agar lekin san haqingda yaxshi xabar tarqalsa, atigi 2-3 tasi gapirib qo'yadi bo'ldi. Ito gap kelgandagina gapiradi bu narsani bo'ldi. Chunki ijtimoiy iqtisodiyot ham bor-da, ya'ni odamlar orasida. Biz ham dollar so'mda emas, biz o'zimizning coinlarimiz bor-da. Birovni maqtaganimizda bizni coinimizdan ketadi bizani. Birovni yomonlaganimizda uni coinini oladi. Qo'shiladi, unikini. Biron joying kamayib qoladimi deganda. Ha, to'ppa-to'g'ri. O'shanaqa. Men o'zimda ham 2-3 ta holat bo'lgan, prям juda ham nima deydi, yomon siqib qo'yishadi, unaqa bo'ladi. O'sha momentda o'ylayman, mana shuni men jo'natib shtrafga qilaman deb turib, uyimga borguncha o'sha bu fikrimdan qaytib qolaman. Mayli, atlab qilmadi-yu degan. Kechirib olamiz. Kechirib olaman-u, sizni gapingizdan keyin-da. Jamiyat o'zini o'zi davolash kerak. To'g'ri. Tushunaman, davlatga ketyapti u pul boshqa. Hop qanchadir maktab, pensiya ko'rinishida qaytadi. Bo'pti, hammasi qaytmas. Mayli. Bu katta mavzu o'tmaymiz, lekin aytmoqchi bo'lganim, bizda bu ham norma bo'lish kerak-da. Aslida qoida buzdi-ku. Men hozir serpiyalik qilamanmi deydi. Yo'q, sen serpiyalik qilmayapsan. Sen kelajakdagi qaysi odam hayotini saqlab qolsin. Ya'ni bu uchun bu norma ekan shunaqa yurish. GTA'dagi yuribdi-da. Bor-ku. To'g'ri. Men odamlar o'zini og'zidan eshitganman. GTA'dagi yuraman-da deb qo'yadi. O'lib ketmaydimi deyman-da ichimda. Undan ko'ra davolangani yaxshi. O'lib ketsa ham nevigidni, chunki davlat unga qancha pul tikib bo'lgan katta bo'lguncha. Maktab pul, bog'cha pulli, poliklinikalar pulli. Har bitta odam 18 ga to'lishi uchun O'zbekiston pul to'laydi-da, puli ketadi. 200 ming dollar ketadi puli. U ahmoqning o'zi bilan yana kimdir olib ketadi. Yana kimdir olib ketadi shu. O'zbekistondagi avtoraqamlar, custom avtoraqamlar, ya'ni ismlar. Nima fikringiz bu haqida? Ya'ni mana men oldim nomer 777 nomer oldim, uka deb oldim boshqadan ham. Unga men ancha pulim ketgan. 777 uka olgansiz. Tipa olgansiz. Olgan bo'lganimda agar olmaganman o'zi. IXga taklif IXga olib bermoqchiman masalan mana. 666 IX deb. Tanka deb yozdirib nomer olib bermoqchi. Okay. Endi bu Amerikada o'zi ommalashgan, bilsanglar. Lekin adashmasam AQShda pulli emas, просто xuddi Instagram username o'xshab teras, zanit bo'lsa zanit, bo'lmasa olasiz. Shunaqami? Ha, yo'q, men AQShda shunaqami yo'qmi? Yo'q, menimcha unaqamiz. Pulli deysizmi? Juda auksion ham bo'lmasa kerak. Auksion bo'lmaydi. Bunga auksion bo'lmaydi deysizmi? Menimcha yo'q, bilishim. Bunga bo'ladi. Balki kadr ortidagi O'zbekistondagi bo'ladi. so'rab bersa, anaqada bo'lmaydi. Menimcha yana bilmadim. Chunki Amerika xalqi yo'q desa kerak bu narsa. Hozir zaldan yordam so'ramoqdamiz.
taklifinglar qanaqa lekin qanaqa qilib olsa O'zbekiston degan narsa bo'yicha men o'yladim, yaxshi bo'pti dedim. Okey, mayli shunisi ham bo'lgani yaxshi, faqat pulli bo'lmasa hamma o'zinikini terib olaveradi, bo'ldi degan narsa bor edi hayolimda. Lekin chuqur o'ylamadim buni iqtisodiyot qanaqa bo'ladi deb. Misol uchun Aziz ismli odamlar O'zbekiston 38 million aholi bo'lsa, 45 million azizda. Hammani 7 ta tanishi bor, kami Aziz degan. Shunaqa. Aziz do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Eng qizig'i bizadachi ana Muhammad Qodir amalada Azizbek Urunboyev bor. Azizjon Urunboyev ham bor-da. Yana familiyasi bilan bir xilda, ikkita-da bizada-da. Shuncha yetmayman kechanga. Hozir oxirgi pokoleniyada ismlar o'zgarib ketdi. Ismdan qaysi pokoleniyaligini ham bilsa bo'ladi. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Bizda bor, endi oxirgi yillarda eng ommalashgani erkaklar ismlaridan bu Muhammad ismi va Muhammad nimadir misol uchun mana Muhammad Qodir. Oxirgi paytda Muhammad Ali juda ko'proq qo'shilyapti. Juda ko'p. Bu narsa Dog'istonda shunaqa ekan, juda ko'p bo'lar ekan. Shu haqida reels ham bor edi esinglarda bo'lsa. Magometlar. Endi ularda laqab qo'yishar ekan. Iloji yo'q ekan. Bitta sinfda 4 ta 5 talab Magomet bo'lar ekan. Ehtiyot bo'linglar deb ham aytayapti, chunki sizlar o'sha laqabni 6-7-sinflarda olasizlar, ehtiyot bo'lib yurish kerak. Endi bitta bola bo'lgan ekan, bittada ham aksirib, ham o'sirib olgan ekanda, laqabi Maga screenshot ekan. Voy! Qo'yib olishadi, bo'ldi, bir umr yo'g'i, bo'ldi, bir umr ketdi-da. Muhrlandi. Endi Dog'istonliklar jo'stki ekan ular. Laqablarda bu eng oddiysini aytayman. Endi aytmoqchi bo'lganim, masalan, endi Muhammad ismiga qanaqadir hurmat boshqa bo'lish kerak edi. Endi ular lekin jo'stki laqablar qo'yib tashar ekan, shunisi bor. Endi biz hali ungacha anaqa kelmadik, bilmadim. Bizda unaqa laqab qo'yish madaniyati ham yo'q. Lekin Mirshakar aka ham bir stand-upda aytgandilar, vot 2000dan 2005largacha ham Sevinch ismli qizlar rossa ko'p bo'lgan. Hozir mana hozir bilsangiz bo'ladi endi. Ofisimizda 3 ta Sevinch ishlaydi. Yana onlayn o'qituvchilar orasida ham bitta Sevinch bor-da. Mana shunaqa. Aziz misol uchun. Lekin u yo'g'iga Azizlar endi kam bo'ladi. Aziz juda kam. Men hech ko'rmadim. Yangi tug'ilganlarda anaqa Aziz qo'ya turgan ismlar. Ism qo'yishdan jamiyatdagi o'zgarishlarni bilsa bo'ladi. Hattoki mana o'zi tilshunoslikda tarix til bilan ham o'rganiladi-da. Qaysidir so'z qayerdan kelganiga qarab turib, ular nima import qilganini bilsa bo'ladi. U sivilizatsiyadan. Misol uchun oddiy chay va tea so'zlarida ham bor-da. Chay so'zi qayerda chay deyilsa, demak ular suv yo'llari orqali Afrikadan, to есть Hindistondan Afrikani aylanib keyin kelgan Yevropaga, o'sha yerdan import qilgan shaharlar va davlatlar chay deydi. Yer orasidan Xitoydan, Yevrosiyodan kelganlar o'sha tea deydi ular. Mana shunaqa deydi. Shunga qarab tarix o'rganiladi-da. Choy so'zi faqatgina Srednye Aziyada emasmi bu? Yo'q. Anaqa choy butun dunyoda ikkita so'z bilan aytiladi. Yo tea, yo chay deb aytiladi-da. Boshqa qaysidir davlatda ham chay degan anaqasi bormi? Masalan, bizning yaqinimiz emas, boshqa yo'llarda. Vyetnam tarafdan qayerdadir chay deb yoziladi-ku. Yo'q-ey. Bor-ku chay. Chay deyiladi. Men ham bilmasam. Men ham bilmasam bu narsa. Qaysi tillarda ham chay. Portugalchada menimcha chay bo'lsa kerak, Gollandiyada ham menimcha shunaqa, chunki ular suv orqali asosan qilgan. Endi mana bu yerda ham ismli ham xuddi shu. Bilsa bo'ladi. Ya'ni oddiy Britaniyani olasizmi, O'zbekistonnimi, deylik 2002-yilda, 2003-yilda yoki David Beckham shtrafnoydan gol urib Angliyaning jom chempionatiga olib chiqdi, bo'ldi. Keyingi 6 oyda David ismlari ko'payadi. Misol uchun. Bo'ldi, qahramon o'sha shunga qarab ketiladi. Ko'p narsalar. Sevinch Mo'minova mashhur bo'lgan, u paytda Sevinch ismi ko'p qo'yilgan. Mana shunaqa narsalar. Juda ko'p trendlarni bilsa, ijtimoiy harakatlarni shunday bilsa bo'ladi. Mana shu narsa bor. Hozir trend to'g'ri shunaqaki, islomiy misol uchun ismlar juda ko'p qo'yilyapti. O'zbek deman, erkaklar va ayollarga ham shunaqa. Omina, Imona, ayollar ismidan Muslima, ular ham ko'p mana. Lekin e'tibor bering, 2002, 2005, 2004 tug'ilgan orasida yo'q. To'g'ri. Biz u yog'iga shunaqa ismlar bor, boshqa uje eshitmasang ham kerak deb odam o'ylab qoladi. Misol uchun turkiy ismlar okey, lekin forsiy ismlarning hech qanaqa imkoniyati yo'q hozir yashab qolishga. Forsiy ismlar oldin qo'yilgan. Farruh ismi, chiroyli ism misol uchun, yana bor boshqa ismlar, Suhrob adashmasam forsiy bo'lishi kerak, Farangiz forsiy, Feruz. Ular hozir nimani ustida turibdi, bilmayman. Faqatgina dadamning ismi, adamning ismi shunaqa edi deb qilishi mumkin, lekin hozir hech qaysi ijtimoiy trendda fors madaniyatini ta'siri qolmagan. Endi oldin bo'lgan bizda fors madaniyatining ta'siri shu. Xorazmda lekin bo'lishi mumkin. Chunki Xorazmda fors madaniyati juda kuchli. Ular o'zi ham o'xshaydi-ku, bunday ko'rsangiz forsiylarga. Taxallus
keladigan bo'lsak. Jo'shqin. Shunday. Shumi savol o'zi? Qatdan kelib chiqqan kim qo'ygan? Sarvar aka Karimov. Assistent bo'lganimda, men endi doim, endi biz oilada ham shunaqa tarbiya olganmiz, endi doim anu jonimizdan jabborga berib yordam berib ishlaydi-da. Sarvar akam 30 yil ancha o'rganishmaganmi, kimdir kelib ish qilib tashlashiga Mashaqa suv kerakmi? Ammo olib keling, magazindan kerak emasmi? Mana shunaqa edim. Keyin jo'shqin bo'lganman keyin. Jo'shib ishlardim. Yillar o'tib tarjimasini ham tushundim. Entuziast degan ekanda jo'shqin. Jo'shqin не только энтузиаст, но и chaqqon, inisiativniy anaqa shu o'zi ko'proq inisiativani privet qiladigan shunaqa o'g'lini. Endi mana Sarvar aziz nomerlar olinadi-yu, ular mayli milliard tursa boshqa qilsan kreativniy emas. Cho'tki kreativniy kerak. Men xohlardim eng qimmat nomer harflar nima bo'lishi kerak? N, A, S, N, M, S, N. Ana shu cho'tki ketadi. Nasini emsin deganda, bo'ldi, cho'tki turadi. Nasini emsin. Eng qimmati shu bo'lishi kerak. Bo'ldi, faqat shundan keyin mana shu qimmatlashib. Mana shu nomer eng qimmati bo'ladi. Mana shu eng amerikancha yondashuv. Amerikansida xuddi shunaqa qisqartiradi so'zlarni. To'g'ri. Yozilishi boshqa, lekin o'qiganda chiqib ketadi gap. Shunday. To'g'ri. Jo'shqin aka. Ikkita bir xil ism bo'ladigan bo'lsa, aziz nima bilan identifikatsiya qilishadi, uni bir-biridan farqlash uchun. Nomer hop 01 deylik, 1 dan 100 gacha. Hop 3 talik emas-ku, 2 talik nomer. Shuni o'ylayapman, nima 100 ta dona emas-ku aziz masalan. Endi 100 ta bo'y azam yo'qda. Oho, demak, nomerda avtomatik qimmat holda chiqadi. Aniq aka. Aniq bu 100%. Qo'shimcha 2 milliard pulinglar bo'lsa bemalol. Shunaqa. Qiyin kelar ekan, tankani rost bosib olish kerak. Joyida bosishingiz kerak. Yo'q, lekin 2 milliard desam. Aja 2 milliard bo'lmaydi. Talab bo'lish kerak. Shahzod Qosimovga qaytib olaman. Olib sotish mumkin bo'lsa, u ham bozorni o'zgartirib yuboradi ham. Da, spekulyatsiya juda kuchayadi lekin bu. Birinchi olgan yutadi. Bugun post ko'rdim, shu Twitterda ham Jahon chempionati finalini bileti 2000 turgan ekan. Ovoriymi, keyin sotaman 20 mingga dedi. Keyin men o'yladim, agar rostdan qilishroq bo'lsa, men olardim. 2000 AQSh dollariga bilet olardim. Berishdi-ku unaqa imkoniyatni. Endi nomerni, men ham o'zimning nomerimni 511 men kimgadir sotishim mumkin yoki mashinamni sotayotgan paytimda o'zimga olib qo'yib, yangi mashinamga taqishim mumkin. O'zi tak shunaqa imkoniyatim bor edi, lekin men u nomerni auksion bo'lganligi uchun bera olmasdim hech kimga. Ya'ni sota olmasdim. Nomerimni olib qolsam bo'la sotayotganimda, lekin nimadir endi agar endi bo'lmasa, meni nomerimni men kimgadir sota oladigan bo'lsam, uni men o'zimda qaysidir prostoron mashinamga taqib qo'yib, u narsani narxini yanada oshirsam bo'ladi dedik. Endi odamlarning qo'liga tushgan bo'lsa, bu narsa juda qimmat bo'lib ketadi. Bir paytlar esingizda bo'lsa, kurs valyutlar bo'lardi, lekin u narsaga oddiy odam borib ola olmasdi, chunki atrofida kimlar bo'lardi? Xirapashchalar bo'lardi. U xirapashchalar sizni urardi yoki boshqa ham qilardi, men esimda. Shunaqa ekan. Men kent berishdi, men yosh bo'lganman, bilmaganman. Buxoro Binali. Uni ostida nima yashirilgan va nima uchun qilinyapti? Nega qilinyapti shunday? Shuncha pul ketkizib, shuncha gap orasida odamlarning gapi hamma kecha mana bitta ko'rsatuvda ham shu tema ochildi Binalida. Shuncha rasxod bo'lyapti. Nima yashirinyapti buni ostida? Xo'p, okey. Hozir endi o'zi Biennale so'zini birinchi 2-3 yil oldin eshitgandim. Venetsiyada bo'lganda, biz O'zbekiston borgandik o'shanda. O'zbekiston delegatsiyasi borib, o'tda o'zini o'sha burchaklari, ko'rgazmalari bo'lgan. Hozir yana eslandi, keyin bu so'z nimaga o'zi Biennale deyshadi, nimaga o'zicha taqoy so'z o'ylab topishgan dedim. Bilishim bo'yicha har 2 yilda degani annual bor, har yilga biannual bo'lsa kerak-da bu. Shuni bitta ko'rib olaylik. Trio, shunga o'xshash so'zni boshqacharoq anaqa. Bu latinskiydan anaqa B2 degani. 2 yilda bir degan ma'noni bildiradi. Demak, bu holat demak har 2 yilda endi bo'ladi bu. Agar e'lon qilingan bo'lsa, chunki Venetsiya Biennalesi bor edi, u ham har 2 yilda bo'ladi. Endi Buxoro e'lon qilindi, demak, bu yerda ham bo'ladi. Nimaga qilinyapti? Har xil o'zi qarash bor. Misol uchun har xil guruhlar aytish mumkin. Misol uchun Sovet ittifoqi ham 60-yillarda kosmos Gagarin bilan ishg'ol qilgan, lekin o'sha paytda nechidir million Sovet ittifoqida odamlar ochlikdan o'layotgan bo'lgan. Och bo'lganda ochlikdan o'ladi, lekin uni qilishgan baribir.
insoniyat uchun u ham kerak edi. Lekin u ko'proq maqtanish uchun ham kerak edi. AQSh oldida-da. Bu yerdachi sen bizda odamlar ochlikdan o'lmayapti, to'g'ri. Lekin boshqa narsalarimiz bor bizani albatta qilishimiz kerak bo'lgan. Men o'zimning fikrim, bu immuniy turizmni rivojlantirishga ham qaratilgan deb Albatta. bilaman. Ichki va tashqi turizm. Xuddi shunday, biza misol uchun 1-chi, 2-chi, 3-chi darajadagi faqatgina masalalar bilan ishlamaymiz. Ya'ni ovqat bo'lishi, oila yetishi, o'qituvchilarning oyligi, poliklinikalar misol uchun, yo'llar eng oddiy hammaga kerak bo'lgan birinchi narsalar. Keyin 7-chi, 8-chi darajada misol uchun san'at, madaniyat turibdi, turizm. Ularni birinchi 1 2 3 4 5 qo'yaylik, keyin 7 8 ga o'tamiz bo'lmaydi afsuski, ularga ham pul ajratish kerak. Va Buxoro Biennale men uchun juda ham yaxshi loyiha deb o'ylayman. Chunki Buxoro shahrini o'zi shonini ko'tarish uchun hamda Buxoro, Samarqand kabi shaharlar o'zi bunaqa tarixiy bo'lishi, bunaqa bo'lish asosiy sabablardan bittasi ham o'zi Buyuk Ipak yo'li. Negaki shaharlar o'zi asos solinishi tarafdan qarasak, Buxoro, Samarqand oldida katta shahar bo'lishi o'zi kerak emas mantiqan. Nega? Chunki shaharlar daryoni oldida bo'ladi, katta daryoni oldida yoki o'rtasida bo'ladi. U transportirovkaga yaxshi va ozuqaviy moddalar bor yerda. O'shaning uchun yoki tog' yon bag'rida bo'ladi. Chunki vulqondan otilib chiqqandan keyin yillar, 100 ming yillar o'tgandan keyin o'tda juda katta ozuqaga aylanadi va yeri aytadek cho'p tixsa o'sib chiqadi deydi-ku. O'zbekiston haqida eshitganmisizlar? Ha. No eksi daraxt o'sib chiqadi deyshadi O'zbekiston haqida. Endi bu bizning kompleksimizda odam o'zida yo'q narsani bor deydi. Afsuski O'zbekiston unaqa yer emas. Unaqa yerlar bor, ular boshqa joyda. Haqiqatan cho'p tixsa o'sib chiqadigan joylar u boshqa joylar. Haqiqatan o'sha tog' atrofi oldin vulqon bo'lgan, juda ham plodotvorniy, juda ham anaqa yer. Ozuqaga boy, zo'r o'sadi narsa. Vulqon qanaqadir ozuqa beradi. Ha, vulqon turgan bitgani kaloriya, faqat bittada emas, u juda ko'p yil o'tish kerak oradan. Toshdan iborat qaynagan Tosh emasdi u faqat. Metal, mineral, mikroelementlar, hamma narsa Yer bor. tagida bo'ladi. Shularni tepaga olib chiqadi. Bo'ldi. Ha, ichida hamma narsa bor. Tilla ham bor, almaz ham bo'ladi, misol uchun-da. Endi albatta bunga uzoq yillar, balki million yil ketish kerakdir. Balki 500 ming, men aniq bilmayman, lekin juda ko'p yillar kerak bo'ladi. O'shanga Buxoro, Samarqand nimaga kattalashib ketdi? Savdogar bo'lgani uchun-ni, Buyuk Ipak yo'li o'tgani uchun ham bu shaharlar o'sdi, pul aylandi. Xohlagan shahar katta bo'lishi uchun o'tga odamlar borish kerak. Odamlar borishi uchun o'tda imkoniyat bo'lishi kerak. Imkoniyat, ya'ni savdoga, pul, oziq-ovqat, aylanmalar ko'p. Shuni hisobiga bo'ldi. Shu sababdan ham Buxoro, Samarqand, Xiva kabi shaharlarni biz ko'tarishimiz kerak-da, alam qiladi. Ko'tarmasa, Venetsiyani qarang. Venetsiya hozir iqtisodiy tarafdan umuman nevigidni. U shahar, o'tta shahar bo'lish kerak emas. Hech nimaga aloqasi yo'q Venetsiyani. U Venetsiya shunchaki o'zini paytida juda ham boy bo'lib ketgani uchun odamlar o'tda o'zi shahar kichkina bo'lsa, yana suvni havzalarini quritib, suvni ustiga kerak bo'lsa uy qurib, shaharni kattalashtirgan, sun'iy kattalashtirgan. Turizm hisobiga yashab kelayotgan, ha. U paytda savdo bo'lgan. Polniy savdo bo'lgan, Osiyo birinchi bo'lib Venetsiyaga kirib kelardi, keyin Yevropaga tarqalardi. Keyin Usmoniylar Konstantinopolni olib Istanbul qilgandan keyin bo'g'gan keyin Suetskiy kanalida o'tga hech nima o'tmagan keyin yog'iga. Venetsiya o'lgan o'shandan keyin. Keyin boshqa yo'l topish kerak bo'lgan, boshqa yo'l topaman deb Kolumb borib Amerikani ixtiro qilib qo'ygan. Shunaqa, agar Usmoniylar olmaganda Konstantinopolni Amerika kim qanaqa ochishni bilmasdi. Qachon ochardi bilmasdi. Xuddi shunga o'xshab, mana hozir Buxoro ham xuddi Venetsiyaga o'xshab turistik shahar, tarixiy zo'r bo'lgan. Ko'rsatish kerak, darajasini ko'rsatib berishimiz kerak. Kerak deb o'ylayman, ha, kerak. Kelajagimizga gravitatsiya kuchini oshiradi Buxoroni. Ne только Buxoro, bizda Samarqand bor, Buxoro bor, Xorazm, Xiva bor. Xiva, Buxoro, Samarqand eng katta tarixiy shaharlarimiz. Qo'qon ham-ku, Qo'qon. Endi hozir uje bizani chorvalar ham shunga yaqinlashyapti, zomin, zamonaviy turizm. Zamonaviy turizm. Yo'q, tarixiy emas-da, albatta, no zamonaviy hozir juda ham zo'r o'ynayapti. Bu misol bitta Dubayni keltira olamiz. Tarixiy faqatgina ko'p emas-da Dubayda. Основной turizmni chaqiradigan bu современный hayot, ya'ni современный здание, futuristik ko'rinishda bo'lgan anaqalar. Snowboarding bizda kuchayishi mumkin, juda ham yaxshi. Tog'larni, kemping masalan, kempingdan tashqari yana nimadir otini hiking masalan hozir kuchayish boshlayapti. Bizda bor blogerlik meni hikingda.
mana shu narsani kuchaytirish kerak-da, yaxshi. Shunaqa bizda yaxshi bor, geografik qanaqadir bizani o'zimizni sharoitlarimiz bor, o'ziga xosliklarimiz, o'shanga infrastrukturani yaxshilasa nimadir yaxshi upakovka chiqib keladi. Bo'lishi mumkin, to'g'ri. Masalan, yaqinda Samarqandga ham Andrey Bocelli konsert berdi. Xabaringiz bo'lsa, bu ham nima deydi, turizmni ham menimcha shu известный odamlarni olib kelib, turizmni ham juda zo'r kuchaytirishyapti. Men po faktu statistika bo'yicha ham ayta olaman. Yaqinda Jennifer Lopez keldi. Shundan 31.100 ta, 31.000 odam deylik, kelibdi. Ulardan 67% turistlar bo'ldi. O'zbekistonlik bo'lmaganlar, to'g'rimi? Chetdan biletni sotib olib, bizga kelib gap yo'q. Zo'r narsa. Men statistikani o'shani aytyapsizmi deb kutib turdim. Zo'r statistika. Men hozir 20-25 bo'lsa zo'r bo'lardi deb turdim, agar 67 bo'lsa. 67% bu aniq источник. Bundan выручка o'zi общий 105 milliard so'm bo'libdi. Foyda. 9 million dollarmi? Yo, 900 ming dollarmi? 900 ming. Necha milliard? 105 milliard. 105 million. 9 million bu. O'zbekiston nalog 42,5 milliard nalog foyda topibdi mana shu Jennifer Lopez. 350 ming AQSh dollari. Da. Biz oldin nima qilardik? Endi kimdirlar balki bilmas. Bundan 7-8 yil oldin, 16-17-yilda ham shoppingga Almataga boramiz deyishardi. Yoki Almataga anu kelyapti, artist boramiz deyishardi. Bu juda muhim narsa-da, regiondagi lider yetakchilikni olish. Baribir rasmiy, norasmiy regiondagi lider shahar kim degan savol ochiq turadi har doim. Markaziy Osiyoda kim lideri bo'lsa, ko'pincha Almata ko'rilardi eng zamonaviy shahar bo'yicha. Hozir men 1-2 yil oldin aytardim, Almataga zo'r yeta olmas derdim. O'tgan kuni taksi bilan gaplashib, biz Almatadan o'tib ketdik deya oldim-da o'zi. Almatadan kuchayib ketdik. Shoppingga bormaymiz. Kerak bo'lsa uli kelsin. Toshkent City Mall-ni ko'raylik. Qanaqa bo'lib ketgan. Men уже bo'ldi. Men chet elda yurganimda ham ko'ryapman, narxlarni ham solishtiryapman, boshqa qo'yman. O'zimizning mana shu Toshkent City'dagi brendovый do'konlarda narx chet eldagidan даже arzonroq ham. Men shunaqa deb ayta olaman. Assortiment bo'yicha bo'lsa? Assortiment bo'yicha ham zo'r brendlar, известный brendlar skidka ham beryapti. Mana yaqinda borganimiz misol. O'zi hech qanaqa misol uchun liga yo'q deb o'tdi. Misol uchun Markaziy Osiyo davlatlar shaharlar ligasi degan narsa yo'q-da, reyting qiladiganda. U faqat nimadir qanaqadir bir signallardan bilinadi xolos. Oxirgi signal nima bo'ldi? Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Tramp bilan birga bir ko'rishdi. AQSh prezidenti tashqi ishlar vaziri bilan ko'rishmadi-da, Tramp bilan ko'rishdi-da. Bu Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tramp faqat Mirziyoyev bilan ko'rishdi-da, birga bir. Mana shuni hozir milestone, ya'ni qanaqadir bir o'ziga xos davr yoki bir bosqich deb olishyapti. Ya'ni AQSh o'zi uchun Markaziy Osiyodagi lider davlatni tanladi deganda. Mana shular deganday bo'ldi. Asosiy hamkori sifatida ko'ryapti Markaziy Osiyo bo'yicha, misol uchun. Va bundan keyin qanday bir ekspert bilan ham suhbat bo'ldi. Qozog'istonlik siyosatchi emas, siyosatchi bo'lsa kerak. Aytdiki, O'zbekiston liderlikka chiqyapti, Qozog'istondan o'tishga harakat va kerak bo'lsa o'tyapti ham deyildi. Biz bu yerda hozir aytamiz, biz hammamiz og'a inimiz, hamma Markaziy Osiyo xalqlari bilan biz hammamiz umumiy, bizning maqsadimiz umumiy rivojlanish. Kimdan o'zish emas, unaqa narsa yo'q. Biz Qozog'istondan zo'r ham unaqa emas deb aytmayman. Shunchaki aytaman, O'zbekiston zo'r hozir ketyapti. Agar xalq qanaqa yashayapti, qiynalyaptimi emas, umuman O'zbekiston davlat sifatida rivojlanish bo'yicha olgan bo'lsak, juda ham tez ketyapti. Shunchalik tezki, hattoki mana nakatda ketib qolasiz, upravleniya ushlab qolish kerak. Shunaqa tez ketyapmiz-da hozir. Muammo qanchalik tezroq o'sishimiz emas, bunaqa tez o'sishimizda nazorat qilib turishdi bo'lyapti hozir muammoda, kerak bo'lsa. O'zbek xalqi juda anaqa ekanda, savdogar, tadbirkor, tinch turmaydi. Bu joyda tirib qoladigan, yo'rvorar ekan. Biznes hammasini shustri, juda shustri. ChatGPT ishlatasiz? Ha. Nima maqsadda? Oxirgi payt zaproslarimni ko'rsatmayman, ChatGPT juda sakralniy qoldi уже. Primer juda shaxsiy. Личный сообщениyalar berish mumkin, lekin ChatGPTni istoriyasini ko'rsatilmaydi. Da. Tipa 12 ta tandirim bor, agar men tovuqlarni o'tda pishirsam, kuniga nechta tovuqni qovura olaman degan savollar beriladi, uni ko'rsatolmayman o'shaning uchun. Lekin aytishim mumkin, oxirgi payt asosiy zaproslarim ish bo'yicha, biznes bo'yicha va o'yinlar bo'yicha. Ya'ni
Red Dead'dagi 7 ta haykalli sakrovish qayerda edi, kartada ko'rsatib ber. Yoki Last of Us mana bu joyda save kodini kodini aytma. Qayerdan toping? Podkastga ber, faqat spoiler qilmasdan, men kallamni ham ishlating, mana shunaqa narsalarda. ChatGPTdan shaxsiy savollarni so'rash borgan sari ko'payib bormoqda ekan. Bu statistika mana shu ChatGPTning o'zidan. Boshida odamlar faqat shu ish bo'yicha va fakt bir nima shu Google o'rniga ishlatishgan ekan. Hozir lekin уже juda ham shaxsiylashib ketyapti ekan. Bunga nima deysiz? Yolg'iz bolalar bor, yolg'iz qizlar bor, do'sti yo'li bor, sirdoshi yo'li bor. ChatGPT bilan o'rtoq bo'ladi. O'rtoq bo'lib gaplashib yuribdi. Men shunaqa qo'rqinchli memlar ko'rdim endi, rasmlar. Takoy, men ovqatlanib oldim, mana bunaqa ekan deb yozyapti ChatGPT-ga. U javob beryapti. Yaxshi yeb oldingmi? Qanaqasi ahvoling yaxshimi? Ovqatlanib oling jonim deydi-yu. Bugun suv ichdingmi deydi-yu. Yaxshi uxladingizmi? Qalin kiyindingizmi? Shunaqa narsa. O'sha narsalar shuning uchun bor va psixoterapiyani o'rniga ishlatishyapti. Ya'ni psixolog ko'rigini o'rniga ChatGPT qilishyapti. Shunday. Oldin почти 70-80% deb bilardim. Men 90% gacha deb bilardim. Ish tomonlama ishlatilishi. Hozirgi kunga kelib 27% ga tushib ketibdi. Wow. Ya'ni ish uchun ishlatish ChatGPTni 27% ga tushib ketibdi. Bugungi kunga kelib 52% ayol kishi, 48% erkak kishi ishlatayotgan ekan. Уже ayollar уже ko'proq именно xuddi o'sha Azam akam aytgandek psixologiyaga ko'proq anaqa berishadi. Erim menga bunaqa dedi, bu nima ma'noni olib keladi? Dardkash mana shunaqa narsa. Muammosini chiqarishdi. Bu katta jurnallar yozdi bu haqida, gazetalar, qaysi birida o'qiganim esimda yo'q. Endi Economist Madridda, muhim emas. Buni orqa tarafi, ya'ni yomon tarafi kelib chiqayotgan ekan. U ham bo'lsa ChatGPT juda ham supportive. Ya'ni qo'llab-quvvatlovchi. U sizni yomonlamaydi. Nima situatsiya etsangiz, dugonalar bor-ku. Yigiting iflos, sen yaxshisan deydi. Ayollar o'zini мнениясini qo'llab-quvvatlaydi. U erini yomon ko'rsa yoki kimgadir dushman bo'ladigan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab beradi. Bu yana ham kuchaytirib yuboradi. O'shanaqa. O'shanisi bor-da, ya'ni real oynani ko'rsatmaydi-da. Ya'ni nafaqat qo'llab-quvvatlovchi, cho'ng'uradi sizni. Hamma harakatingizni endi sen bekorga qilmading, mana kayfiyating bunaqa bo'lgandir-da, endi mana seni ham tushunsa bo'ladi, hech qisi yo'q. Поддержка, o'rtoqlaridan olmagan podдержкасini ChatGPTdan oladi. Podдержка qilaverar ekan. Bu delusionalga olib keladi, ya'ni reallikdan uzoqlashtirib yuboradi. Real faktlardan uzoqlashtirib, o'zini haqiqatga kirib ketib qoladi u odam, ayolmi erkak farqi yo'q. Nimaga? Chunki bitta o'zi emas ekan, mana bu ham aytayapti-yu. Buni как shaxs qabul qilyapti. Gapirishni aqlli javoblarni odam sifatida qabul qilasiz. ChatGPT odamni sal ongini pasaytiradi degan fikrga nima deysiz? Tupoylashtiradi desak, chunki juda erinchoq qilib tashlaydi odamni. Oldin masalan, men o'zim institutda o'qib yurgan paytimda bitta informatsiyani olish uchun kitob qilardim, rostdan kitobdan qidirardim. Kitobdan topa olmasam Googledan ham bir 15 xil saytga kirib, o'sha momentini o'qish uchun 15 xil informatsiya olib bitta vыводga kelardim. Bu ham baribir sal mehnat bo'lardi-da, baribir. ChatGPT hozir hamma joyga qidirib, to'ch qilib saytini mana bu joydan oldim, unaqa deb sal odamlarni erinchoq anaqa qilib qo'yadimi degan. Bir tarafdan shunaqa, ya'ni o'zi ishlab yurgan, izlamayotgan odamlarni sal erinchoqroq qiladi, lekin umumiy olib qaraganda bu umumiy 100% odamlarni oladigan bo'lsak, ularni aqlliroq qiladi. Nimagaki, men eslayman o'zimni shu 12-13-yilda bizda internet hamma ishlatilgan narsa emas edi. Megabayt yerda internet ishlatilmasdi. Ijtimoiy tarmoqlarda burningiz tagidan chiqib kelmasdi qaysidir ma'lumotni, siz uni o'zingiz qidirishingiz kerak edi. Misol uchun, hozir Instagramda o'tirsangiz, sizga misol uchun bilarmidingiz, Afrikada mana bunaqa misol uchun shahar bor, u yeri tagida joylashgan. Butun shahar yer ostida, chunki ular o'tdan qanaqadir metal ishlab chiqaradi, shahar qurishgan tagida deb sizga ma'lumot beryapti. O'zi chiqib keldi. Lekin siz uni hech qachon qaramagan bo'lardingiz. Endi men nima demoqchiman? O'sha 12-13-yilda bunaqa ma'lumotni olish uchun siz o'zingiz qidirishingiz kerak edi. Uning uchun sizda zapros, sizda talab bo'lish kerak edi. Men 12-13-yilda o'zimcha vashi aqlli bo'lib yurardim-da. Sinfdoshlar, kursdoshlar hech kim hech qanaqa ma'lumot bilmagan tashqariy narsalar. Men bilib ularga aytib berardim o'zimcha-da. Shunchalik oradagi tafovut katta ediki, ular men bilan gaplashmasdi ham. Ular men jinni bo'ladi deb o'ylashardi. Hozir xohlagan odam bilan gaplasha olasiz, chunki nimadir bo'yicha ma'lumoti bor hammada. Reels chiqarib beraveradi, YouTube chiqarib beraveradi o'sha.
o'shaning shu tarafdan umumiy eng misol uchun quyidagi qatlam agar umuman ma'lumotlar qiziqadigan odamlar oladigan bo'lsak, ular qaytanga ko'tarildi. Ha, nabot. Ularda nimadir bo'yicha ma'lumot baribir bor. Reels boshqadan chiqib keladi, ChatGPT ishlatganda ham nimadir etadi baribir. Biz naborot yaxshi deysiz. Umumiy olib qaraganda, lekin intellektual qatlamga ham yaxshi deb o'ylayman, o'rta qatlamga qiyinroq bo'ladi. Chunki intellektual qatlam o'zi biladi, miyasini ustida ishlash kerakligini, uning uchun bu sport. Hozir bu men to'poy qilib qo'ya olmaydi, qaytanga yanada chuqurroq ishlashga u yordam beradi. Lekin deylik, mana studentlar olamiz. Studentda ham o'qiydigan, izlanadigani bor. Va mana shu diplom ishini bering, shu referatni bersam qutulamanmi deydi. Bo'ldi, yozib beradi ChatGPT. Oldin referat hech bo'lmasa ko'chirib yozishingiz kerak edi, miyada nimadir qolgan bo'lsa, hozir borib berib, bilmaysiz nima yozgan. O'qimaydi. U yoq tarafga minus o'sha. Men o'ylayapman, mana shu AI tomonidan yaqin 2 yil ichida уже kino sferasi O'lishni boshlaydimi? Chunki bir ikkita treylerlarni ko'rdim, yangi chiqqan yayla qilganini. Просто воображаемый, ya'ni выдуманный aktyor, выдуманный fantastika, выдуманный gероylarda уже ko'rsatib beryapti-da. Shunaqa bo'ladi, qiyin davrlar keladi. Faqatgina bitta narsa qoladi, bu insonning o'zini kreativ unikalligi qoladi xolos. Ya'ni Christopher Nolan, Tarantino va Denis Villeneuve'dagi odam bizga baribir kerak bo'ladi. Ya'ni eng tepadagi haqiqatdan ham ssenariyni yoraveradigan va inson qanaqadir katta g'oya olib chiqib, tragediyani shunday yetkazib bergan McConaughey sahnalarini esing, Interstellar. Sun'iy intellekt qilib beradi sizga grafikani, lekin u emotsiyani u yasolmaydi. O'shaning uchun u odamlar kerak bo'ladi bizga. Lekin baribir. Lekin o'rtadagi attraksion anaqali uni o'rnini sun'iy intellekt lekin egallayveradi. Multfilmlarni ko'rasiz? Wall-E. Ha. Qanchalik уже не fantastika. Qo'shilaman, shunaqa bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Bu chunki inson bitta odamning o'zini jamiyatdagi roliga bog'liq. Biz misol uchun oldin har bir inson bu juda ham kerakli resurs bo'lgan odam uchun. Ya'ni dehqon bo'lgan odam kartoshka ekish kerak va u kartoshka ekan odamlarni boqadi. Ya'ni insonni bilagidagi kuchi muhim bo'lgan. Qanchalik shu muhimlik yo'qolib borsa, kadr sifatida, spetsialist sifatida insoniyat odamning o'zi agar muhim bo'lmay, pasayib faqatgina nasl qoldirib bersa bo'ldi, misol uchun. Va qanaqadir bir endi odamzod yo'q o'rmaydi-yu, misol uchun. 10 milliarder o'zi robotlar boshqarib o'tirmaydi-yu, 10 milliarder maza qilishi uchun yana bir 10 millionta oddiy odam ham kerak-da. O'zi bo'lmasam o'ldirib olmaydi-ku odamlarni. O'sha eng tepada o'tirganlar ham demoqchiman. O'shaning uchun oxiri balki validagi narsa bo'lar rostdan ham. Уже boshlanyapti-da bu narsa. Ekologiya, mana shu ozonoviy sloy ingichkalashishi, mana shu narsadan bo'lib kelgan-ku ularda ham, mana shu narsadan bo'lib boshlangan-ku. Zolotaya nimadirda, zolotaya sotkami, zolotaya tisichami? Shunaqa narsa o'tda ko'p ham ko'rsatib berilgan. Nima edi u? Kosmosga chiqib ketishgan kosmosga. Aha. Именно o'sha eng katta amaldor o'sha nasilyeniyasi ko'chib ketganda anaqasi. Keyin yer o'zini восстановление qilganmi, odamlarsiz qilmaganmi deb bolli o'sha oyoq kiyimni ichida o'simtani topib oladi-yu. Shundan boshlanadi-da. Shunaqa, endi AQSh jamiyati ham shunga o'xshagan eksperimental deb o'ylayman. Ya'ni AQShning bir qanaqadir aholisidan Amerikaga hech qanaqa foydasi yo'q-da o'zi, по сути. Ular faqat yeydi, qanaqadir ish qilishi mumkin, ular faqat iqtisodiyotni aylantirib bersa bo'ldi. Asosiy pul aylantirgan narsa bu dollar siyosatining o'zi. Misol uchun Amerikaning iqtisodiyotiga siz, men biz xizmat qilamiz-da. Biz dollarni biz ishlatamiz-ku, biz aylantiramiz pulini. Ular o'tdan pechat qo'yaveradi. Biz qadrini oshirib beramiz, qadri oshib ketgandan keyin uni pechat qilib yana joyiga tushiraveradi. Po sути biz ishlab beramiz ularga. Bunday olib qaraganda pulni. Endi o'sha bozor bo'lish uchun, aylantirish uchun oddiy amerikanslar kerak. Lekin haqiqatdan ixtirolar qiladigan, novatorlik qiladiganlar bu immigrantlar. Oxirgi 10 yil, 20 yil, 30 yilda kelganlar. O'shalar qiladi Amerikada. Endi valini aytdik, keyin hozir sun'iy intellekt ishdan olib qo'yishi bo'yicha mana yuqorida gap ketdi. Falcon YouTube kanalida ko'rgandim. Endi u juda ham ekspert sifatida, misol uchun men bilmayman, qanchalik ekspert, lekin menga fikri yoqdi. Ya'ni sun'iy intellekt kimlardan ish olib qo'yadi? O'rta spetsialistdan olib qo'yadi. Ya'ni ularning ishini mana chizish, animatsiya qilish, 3D qilish bo'lishi mumkin. Ulardan olib qo'yishi mumkin. Lekin quyida turgan Slayer, elektrik,
qo'l bilan ishlaydiganlar ularga ta'sir qilmaydi. O'shani ham oldi deb men bildim, уже eshitdim shu narsani. Ya'ni уже sun'iy intellektda boshqariladigan robotni yasashda и uni massiviyga уже berishyapti deb eshitdim shu narsani. Lekin slesarlikni qila olmas ekan, Qila olmas ekanmi? qilib bo'lmas ekan. Ha. Chunki standart yo'qdi. Sizlar har xil narsa o'tdi, har xil zaпрос bo'lishi mumkin. Kutilmagan zaproslar ham bo'lishi mumkin. Yaxshi. Eng yuqori deyilgan ta'sir qilmasligi mumkin. Ya'ni har doim tizim o'zgargani bilan qo'rqinchlik bo'lib ketmasligi uchun simvolik tarzda 5-10 ta odam olib qo'yiladi tepada. Ya'ni deylik, kinolar hammasini sun'iy intellekt chiqarishi mumkin emas. Odam chiqarib turish kerak bo'ladi. To'g'ri. O'shaning uchun g'oliblar kerak bo'ladi bizga, xalqqa ushlab turish uchun. Uni qila ham qoladi tepada. Mana shu joyda Albaniyada sun'iy intellekt vazir etib tayinlandi. Yo, sun'iy intellekt qo'rqinchli narsa, men chuqur o'ylagim ham kelmaydi bu narsalar aslida-da. Depressiyaga tushib qoladi odam. Bir ikki kun uyqum mazasi bo'lmayveradi keyin. Bunaqa suhbatlardan keyin. Ko'lamini bilganingiz sari, qo'rquv bosadi-da, shunisi bor. Endi sal vohmachiroyamiz shunga. Lekin vazir bo'yicha to'g'ri vazir tayinlangan, lekin menimcha Albaniya Infopovod ham qilish uchun shunaqa deb nomlagan. Aslida bu tushunishim bo'yicha elektron administrator, ya'ni davlat xizmatlari markazida, saytida sizga xizmat qilib beradi. O'shaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Katta reshayishi lavozim emas, faqatgina spamagayishi. Ha. Sizga davlat xizmatlari markaziga akoshkaga borib, menga kerak, bu kerak desangiz, antdan dokument olasiz, bu yerdan olasiz, yordam beradi kimdir. O'sha narsa tushunishim bo'yicha. Mana bu rasm sizga nima deyapti? O'rta ma'no beradimi? Bu haqida ham endi ko'p anaqa ketdi. Zo'rtov faqat biz olib beramiz o'yinlarni deb iddao qilgan ekanda. O'shanga adashmasam shunga bir hazil qilishgan. Lekin Zo'rtov yagona emas deb ham aytishdi. Setanta ham bormi? Kimdirlar balki u ham Zo'rtovda ishlar, bilmadim. Tushunishim bo'yicha qattiqdir Zo'rtov biz yagonamiz deb qo'ygan, adashmasam. Ha, shunga bu ma'no deb o'ylayapsizmi? Yo, bu boshqa lekin boks ko'rasizmi? Okey. Yo'q. Murodjon Ahmadaliyev Yaponiyada adashmasam, Naoya Inoue degan bu boksyor bilan 4 tami 5 ta kamari bor chempion bilan urushdi. Shunda Zo'rtov olib berdi va sharhlovchilar aytore har 2 minutda reklama tiqaverishdi. Qanaqa? Kabellar haqida. Yo'q. Agar Zo'rtov futbol olib berganda deb prikol qilib. Bale, kabel bilan yugurardi. Endi tushundim. All right, ana bilmasam. Ko'rmagan ekansiz-da buni. Shu narsa shundan keyin mem bo'lib ketdi Twitterlarda. Kreativ. O'zi Husanov bilan ko'p narsa yaxshi yeydi. Husanov yaxshi sous-da. Bu yerda ingredientingiz yaxshi bo'lsa, zo'r sous bilan ketaveradi. Wow. Husanov chesnochniy sousga o'xshaydi. Любой narsaga keng urovingga ko'tarib beradi. Level up. Bitta video qo'yib beraman. Ko'rgansiz aniq. Bormagansiz deb o'ylayman bu narsaga. Magic Citydanmi? Qilaman. Ha, ko'rdim. Bormadingiz. O'yna turmadi. Bu topishgan qatta olindi deb o'ylaysiz? Topishingizga qiziqdim lekin. Tekin narsaga bari o'chlik bor. Bu ko'p narsalarni signalini ko'rsatadi aslida. Biz xalqmiz-da, mana xalq deydi. Biz aslida xalqmiz, lekin fuqarolar emasmiz-da. Biz fuqaroga aylanishimiz kerak-da. Xalq juda anaqa biz keng darajaga chiqmasak bo'lmaydi. Chunki xalq boqi manda-da, ber deydi menga, tekinga ber, menga ber, meni boq degan narsa ozgina bor xalqda. Patriotizm kam. Patriotizm bo'lishi mumkindir, lekin munosabat shunaqa qurilganda, sizlarda-yu hammasi bizga beringlar degan narsa bor. Hammada emas, men hozir hammani aytmayapman. Lekin bu narsa bor bizda, bunaqa hislatimiz bizda bor. Biz fuqaroga aylanishimiz kerak. Fuqaroda umuman boshqa munosabatlar quriladi. Men senga soliq to'layapman, sen menga buni qilyapsan degan. Shuning uchun men solig'imni to'lashim kerak. Siz ham to'lashingiz kerak, siz ham. Misol uchun-da, o'sha bu narsa muhim narsa. To'g'ri. Ko'z quloq bo'lish. O'sha fuqaro bo'lsangiz, siz o'sha uni registratoringizga tushganda berasiz, zaявка qilib, водительga. Chunki siz fuqarosiz. Fuqaro. Chunki siz ko'chadan chiqqaningizda hali ham uydasiz siz. Biz O'zbeklarning asosiy narsasi, biz uydan chiqqanimizdan keyin biz ko'chadamiz. Meni vatanim bu meni oilam. Har bir o'zbek uchun. Lekin meni vatanim O'zbekiston bo'lishi kerak.
ko'chada kimdir musor tashlasa mashinasidan, u sizni uyingizga tashlayotgandek tegib ketishi kerak. Ana o'shaning uchun ham yo'lda mana shunaqa yurganda sizni uyingizda shunaqa yurgan bo'ladi. Va nihoyat yoki afsuski endi nikoh qurish uchun tibbiy ko'rikdan o'tish kerak emas. Menga qiziq nima unaqa bo'lyapti? Bu to'g'ri, ortiqcha rasxod o'zi. Davlatga ham. Xo'p. Lekin bilmadim. Sporniy anaqa. Sporniy. Kelin taraf kuyov tarafdan so'rab ola olmaydi. Kuyov taraf kelin tarafdan so'rashi mumkin, misol uchun nimadirlarda, kasallik tarixi boshqa. Menimcha kerak edi, menimcha. Men 100% kerak deb o'ylayman bu narsani. Kerak, baribir chunki meditsina tomonidan qarayman-da, bu juda kerakli narsa. Тем более hozir ko'proq yoshlar более открытый hamma narsaga qiziqishi ham juda kuchayib ketdi har xil narsalarga. Nima deydi, men masalan 15-16 yoshligimda umuman hayolimga kelmagan narsalar hozir открытый доступda bemalol bo'lib qoldi. Mayli, agar fiziki qat'idir ishlamasa yoki bir nima bo'lsa, kasal bo'lsa qanaqadir-da, avot ruhiy bo'lsa-chi? Вот, shuni aytyapman-da, ruhiy kasallik bo'lishi mumkin, yuqumli kasalliklar juda anaqa bo'lishi mumkin. Bu bitta yuqumli kasallik bilan mayli o'zi qilgan bu ishni, o'zi o'lib ketaversin kerak bo'lsa, u boshqa bitta sog'lom odamni, bitta oilani buzgan bo'ladi-da anaqasini. Hozir juda chuqurlasa chuqur tema. Shunga men o'ylaymanki, bu narsa bekor bo'lmash kerak edi. Naborot, strogiyroq qilish kerak edi bu narsani. Menimcha shunday. Juda ko'p joyda ko'rganman, o'tishmaydi, tanish bilish. Bu siz dokumentatsiya qog'oz kirib ketadi, pul bo'ldi, qog'oz chiqib keladi, hamma sog', lekin qo'lini ham ushlab, даже pulsini ham ko'rilmagan bo'ladi unaqa. Shunday ekan. ужесточениеga anaqa emas, zaman, chunki agar o'tkazib yuborsa, sotilsa bu narsa juda qattiq naказание. Ya'ni o'sha mana shu dokumentlarsiz zaksni yopib tashlash и o'sha doktorlarni ishdan bo'shatib yuborish yoki qamashgacha. Bu narsa tekin o'zi. Любой oilaviy poliklinika o'ziga boradi, ketsin, mayli 6 soat vaqt ketsin, очередьlar bilan bu, no 6 soatda bitib turgan narsa-da, baribir o'sha narsani bir kino ko'rib, reels ko'rib o'tkazib yuboradi-da. Shuni qilish kerak deb o'ylayman. Yo'q, men ham shu tarafdoriman, ya'ni haqiqatdan o'tish kerak tibbiy ko'rikdan. Shunchalik singi bo'lganki, borib topshirayotgan paytingizda holingizni tez bitadi. Aka, mana shunaqa ham-da. Kirishingizda tayyor уже. Ayoli bilan keldimi? Kelajak ayoli bilan уже nima deydi, xuddi anaqa nima kontrollarda bir nima face controlda turadi, xuddi klublarda bunaqada Vishibala. Shunga turadi-da, ungami, давайте. Bo'ldi, tayyor. Stavka bor o'zi. Shunaqa edi. Menimcha shu narsani yo'qotish uchun qilindi, lekin bu tomonni o'ylanmadimi degan. Endi baribir biz bitta gapirib o'tiribmiz, bu qarori chiqargan odam baribir bizdan ancha aqlliroq bo'lsa kerak. Endi boyroq. Balki ular bu narsani nazorat qilish va shaffoflashtirish yo'li yo'q deb hisoblashgandir-da. Unga atmay qilaylik, yo'lini topganda balki chiqaramiz. Balki anaqa upgrade qilib qilish kerak edi, baribir jo'skiroq. Nafaqat bu, undan tashqari uylanayotganda qanaqadir kasali bo'lsin, qara, mana qanaqa bor deb aytiladi-da. Bilishim bo'yicha biz o'zbeklarda ko'pincha yashiriladi. Chunki pozor. O'zi turmush o'rtog'iga aytish kerak-ku kasali borligini. Men eshitganman qancha voqealarni. Savollarimiz shundan iborat edi. Ajoyib. Suhbatimiz juda ham qiziq bo'ldi. Sizlarga ham deb o'ylaymiz. Sizga ham kattakon rahmat, Azam aka. Rahmat. Juda ham har xil temalarda bugun suhbat bo'ldi. Maza qildik. Hayotingizdan ham bir eslab oldingiz. Mana opsiyasini to'g'rilab qo'yinglar. Bo'ldi, to'ldirib qo'yamiz. Hammaga qiziq. Ko'rgan odamlar qidiringlar mana shu postlarni. Naresiga chiqarib bersanglar, uni olib qo'yib, storiesda ketdan postga ketadi. O'ziga qalay bo'ldi suhbat? Maza qildim, zo'r, tomoqlarim og'rib qoldi. O'zi shunaqa, berilib ketib qolsam, mana shunaqa bir xil suhbatlar berilib ketib, tomoqlarimni qirab gapiraman. Shunaqa bo'ldi. Mavzu yaxshi zo'r mavzular ko'tarildi-da. Hamma tomonlardan olishga harakat qildi. Shouga omad tilayman, Pista Show. Shunaqa deb rasman tursa bo'ladi. Bu nima emas, variant, test nomi emas. Pista Show. Zo'r, gap yo'q. Nomi zo'r aytganimdek,
o'sha davlat raqamlariga o'xshab turib esini tushirib pista desa ham tushunarli-da. Pista show. Omad tilayman, u yog'iga zafarlar faqat million prosmotrlar. Auditoriyamizga agar yoqqan bo'lsa, o'z fikringizni kommentda yozib qoldirib ketinglar va nima o'zgarishi kerak, sizlarga qanaqa bo'ldi format. Bu albatta birinchi vyuskimiz. Albatta. Xato va kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz va keyingi vyusklarda bundan ham yaxshiroq sifatda, bundan ham yaxshiroq mavzularda gaplashishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa. Va bitta iltimosim bor. 100 mingta bo'lganida yana bir marta chaqirasizlar. Albatta. Хоть каждый день. Xohlaysizmi har kuni Tomoshabinlar bo'ldi edi. Saypaldi orada. Suhbat qilib, maza qildim. От dуши. Rahmat. O'zimni qiziqtirgan savollarga ham javob bilib oldim. Vaqt olgan, o'tib ketganida. Sizni bilmadim lekin esim. Yo'q. Uyqu kam. Shu notada sekin yakunlasak ham bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. O'z fikringizni kommentda qoldirib qo'yish esdan chiqmasin va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'ng'iroqchani bosinglar.